Bugun yana bitta yangi medalli bo'ldim. 42 marafon masofasini yugurganim uchun medal keldi, qabul qilib oldim. Bu narsa Samarqand marafoni tashkilotchilari tomonidan tashkil etilgan. O'sha har xil masofani tanlab 5, 10, 21 va to'liq 42 kilometr masofani tanlab registratsiyadan o'tgandan keyin ularga o'zingiz yugurgan natijalarni yuborib va o'zingiz to'lov evaziga o'sha o'tgan yilgi Samarqanddagi medallarni yoki futbolka yoki boshqa sovg'alarni sotib olishingiz imkoni bor. Ular ham shu tarzda o'sha qolib ketgan mollarni tarqatish maqsadida tashkil qilishgan va juda yaxshi esdalik menimcha. Men registratsiyadan o'tib va 60 kilometr yugurdim. Esingizda bo'lsa, videolar qo'yganman. 60 kilometr yugurgan natijamni ularga yubordim va ular qabul qilib olib, menga bir hafta yoki 10 kun ichida shu medalni yuborishdi. Medal adashmasam o'sha o'tgan yilgi 24-yil Samarqand marafondagi haqiqiy medal 42 kilometr deb yozib qo'yishgan. Metall o'zi juda og'ir, sifatli ishlangan, menga yoqdi. Juda zo'r esdalik menimcha. Juda yaxshi o'ylashgan, juda zo'r narsa menimcha. Ko'pchilikda ko'rdim shunaqa 5 kilometr 10, 21 kilometr yurganligidan shunaqa o'ziga esdalik sovg'alarni olishgan. Xullas shu kolleksiyamizda yana bitta yugurishdan bo'lgan medal qo'shildi.